Obunachilar yoki obuna bo'lmay kuzatayotgan yoki kuzatmayotganlar, bu qanaqa video ekan deyotganlar yoki demayotganlar yoki o'ylayotganlar. Bu shunday videoki, unda siz ayrim o'zbek Minecrafterlarni kulgili videolarni ko'rishingiz mumkin. Joyingizga yaxshilab o'tirib oling hamda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va bundan-da zo'r kontentlarni o'tkazib yubormaysiz. Videoni boshladim. Vaqt o'tkazmasdan planni muhokama qilaylik. Hazil qilayotgan bo'lishi mumkin. Mayli, nima bo'layotganda ham men kalitni bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Men Odilboy va meni yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Nima bo'layotganini sizlarga aytib bersam, tushunmadim. Eshik qanaqasi yochilib qoldi, axir men uxlamadim-ku. Axir hech kim kelib eshigimni ochmadi. Joylasam bo'ladi. Naqadar ajoyib. La'nati. Tushunmadim, kim derazani taqila. Brat, gazdan keldi. Gazni pulni bering. Bo'lmaydi. Opa, bo'ldi. Yaxshi. Va Gazdan keldi. Gazni pulni bering, onang. ishlayotgan odamlar kim bo'lishi mumkin va balki jinrsin. Men orqa miyangga shapalarni uraman uka. Bir eshiging tagida qum o'ynab o'tib ketasan. To'g'ri aytasan, yur borib ko'ramiz. Aha. Bu kim edi bu? Qodir Ali? Yigandon.